Salom do'stlar. Sizlar bilan Dilsiz Torim o'z kanali. Bugungi videomizda o'zimning shaxsiy akkauntimni obzor qilib chiqarmoqchiman. Video boshlamasdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qanunda biz videoni boshladik. Akkauntda 13902 ta tanga va 24 ta olmos bor. Birinchi akkauntni ko'rishlaringiz mumkin. Futbolchilar endi ularni qanday qilib kuchayganini sizlar bilan ko'rsataman. Mana boshladik. Mana Courtois kuchaygan holati. Hakiminiki ko'rishlaringiz mumkin. Hozircha kuchaymoqda. Cannavaro'niki, Hisanovniki, hammasini bilinmay ketadi. Ko'rsatmoqdaman qanday kuchayganlarini. Mana Valverdeda 400 chiqmay qolgan, afsus, 99 o'qib ketgan. Mana Rivaldo, Olisi bu ham kuchaymoqda, yaxshi. Mbappe va Nico Williams 96lik holati 600 chiqqani. Alisson, mana yana bitta Hisanov. Ononaniki, Arda Güler'niki, Rodrigo, Vini va Williams. Mana bizdan ko'rib chiqdilaringiz akkaunt kuchayganini. Endi sizlarga rekordlarni ko'rsatadigan bo'lsam, mana ko'rib turishingiz mumkin. Hamma kubok olingan. Mana hammasi olingan. Mana endi stadion va qolgan narsalari. Stadionimiz full. Qolgan narsalari bittadan kuchaygan. Mana akkaunt ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rdilaringiz. Endi akkauntga o'zlaringiz undan necha baho berishlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Sizning ham akkauntingizni xuddi shunday qilib obzor qilib chiqarishimni xohlasangiz, Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib, menga yozsalaringiz, sizning ham akkauntingizni shu tariqa YouTube'ga obzorini chiqaraman. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha bo'pti.